kelgan yo kimdir savol berish kerakmikan? Rajabov Ulug'bek 2-mart obedda soat 1da bu dunyoga kelganmiz. Oyim aytishlari bo'yicha. Oilam haqida ma'lumot. Sir bo'lsa-chi. Kalbasa bo'lsa-chi. Oilam bor, bola chaqalarim bor. Oyimgina hayotli, endi adam rahmatli, xolamdan o'tib ketgan. Ular ham katta san'atkor bo'lganlar. Hozirgi kunda asosiy ishimiz avtoservis yuritaman. Mashinalarni ta'minlash, konditsioner qismlarini ta'minlash, shunaqa narsalar bilan shug'ullanamiz. Eng baxtli kun. Eng baxtli kun. Sen bilmaysanmi nima bo'ldi? To'xta, xotinimga telefon qilib so'rab ko'raman. Yo'q, ishlamas ekan. Hayotimda eng baxtli kun bu farzandlarimni qo'limga olgan kunim baxtli kun deb hisoblayman. Eng yomon kunimga keladigan bo'lsam shu. Rahmatli adam qazo qilgan kunlari. Undan ham qayg'uli kunim bor. 14-yil kirib zaksga qo'l qo'yganim bo'lsa kerak. Qo'shiq aytish, aranjirovka qilish bu hobbi. San'atda o'zini o'rnini topgan 4-5 ta o'zimizning og'aynilarimiz bor. Bulardan Sharob Muqimov, Jo'rabek, Yodgor Mirzajonov. Meni yutug'im bularga vaqtida qarashganim. Ana endi ular meni yetaklayapti shu narsaga. Bo'ldi, biz o'rnimizni topdik. Endi sen o'rningni topmaguningcha biz seni o'z holi joningga qo'ymaymiz. Xo'sh, men o'zimni tanimagan olishim kerak sizlarni. Ishim shunaqa, uzr. Bo'lmasa tanish bilish bo'ldi deyshadi. Shuning uchun tanishtiring, kimlar bilan keldingiz? Jo'rabek akamlar, Sharob o'rtog'im, ukam. Siz qaysi jihatlarini maqtay olasiz aka? Men eslab kelsa qo'shig'imni ikkinchi versiyasi bor-da, o'sha yerda skripka bir nima deydi? Klarnet. Dudu qo'shilani. Siz nimaligini ham bilmaysiz, lekin bular chalishni biladilar. Yo'q, o'shani og'izda qilgan. Og'izlarda chalgan. O'shani og'izda qilgan o'sha zvuklarni og'izda chalgan. Tushundim, bir martada hazm qilyapman aka. Haligacha masalan bir xil eshitsa, yo'q, shu jivoy odammi deb hayron qolishadi. Siz umuman hayajonlanmasdan shunchaki chiqib, nomerni zo'r ijro qilib bersangiz bo'ldi, ko'ryapsiz. Hammaning ishonchi maksimum sizga. Mana shu jamoa yig'ilsa, o'sha ish har doim yutuqqa olib kelgan. Demak, bugun qaysidir ustozlar burilishsa, bitta sizga emas, butun jamoaga burilishgan bo'ladi. Butun jamoaning mehnati. Zo'r. Agar burilsa, yaxshilab bir haq berasan bizga bugun. Mana shu kollektivga choyxona mana. Xudo xolasa. Menda shunaqa intuitsiya bo'lyaptiki, sizlar musiqa tomondan birga ishlagan bo'lsangiz, choyxonani siz gaplashib berishingiz kerak o'sha yerdaga. Chunki boya choyxona deyishlaridan bo'ldi, choyxona bizdan Yodgor kelmadi, choyxona Yodgordan. Yodgor choyxona uchun pul ishlagan ketdi to'yga. Ha, ularga ketdi, to'g'ri. Jamoa, ko'ryapsizlarmi? Sizlar musiqani hal qilinglar, men choyxonani hal qilaman degan. Bu ko'rsatuvga kelishimga sabab Sharob Muqimov. Oxiri qattiq qilib gapirdi. Agar mana shu ko'rsatuvga chiqmasang, choyxonaga ham chaqirmay qo'yamiz seni deydi. Oq qilamiz seni deydi. Mana Sharob kasri bilan shu yerda o'tirib, mana hozir отчет beryapmiz. Voy, har gal yig'ilganimizda, choyxonalarga borganimizda, tug'ilgan kunlarga borganimizda faqatgina shu bitta qo'shiqni egolik qilib so'rashadi-da, oshnoqalar. Shuni aytib bermasang bo'lmaydi deyshandi. Endi eskida nima qilamiz? Yar keta qol, ortga boqmay qayrilib. Yar keta qol, mayli mendan ayrilib. Bo'ldi, qolganini endi hozir men sahnada aytib beraman-da, keyin qolganini eshitasizlar, baho berasizlar. Ortga boqmay qayrilib. Yar keta qol, mayli mendan
ko'nglayim izlamayan birga o'tgan kunimiz izlamayan armon bo'lgan bevafoyim hayajonsizim bevafoyim tuyg'usizim yolvoraman qaytma 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 huzuringni aytma 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 yolvoraman qaytma 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 huzuringni aytma 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 bevafosan 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 Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring iltimos. Ismim Ulug'bek, Toshkent shahar Yunusobod tumani. Yunusobod qaysi biri? 14-kvart. 14-chi? Da. Bo'ldi. Men 18 edim. Qo'shni ekanmiz. Xo'p, endi asosiy kasb, nima ish qilasiz, nimaga qiziqasiz? Mani jamoam bor. Mana Sharob Muqimov, Jo'rabek o'tiribdilar, men ularga kompozitorlik qilaman, qo'shiqlarni yozib beraman. 7 yil fortepianoda o'qiganman. Qaysi dargohda? Muzikальная shkola, начальник. Mualliflik qo'shiqlari bor ekan, mualliflik. Bir shingil eshitaylik, ozgina. Mualliflik qo'shig'im shu edi, agar sizlar xohlagan qo'shiqlar, milliy qo'shiqlar. Mana shu qo'shiq sizni qo'shig'ingiz. O'zimni qo'shig'im, ha. Siz muallifmisiz? Bu juda ham taniqli qo'shiq-da. Rosti sizni yurangizni sindiribdi o'sha bevafo. Rahmat. Bu juda ham mashhur qo'shiq-ku. Ha, yo'q, bu mashhur, ha, unisi emas. Yo'q, hozir siz ijro etgan qo'shig'ingiz go'zal qo'shiq o'zi. Ruxsatmi? Ruxsat. Ruxsat. Omad sizlarga. Loyihaga marhamat. Bo'ldi. Ko'rishamiz. Omad. Bevafoga salom. Tabriklayman akajon. Bular umuman siz haqingizda qayg'urishmadi. Tabriklaymiz sizni. Nima bilan? Birinchidan shouda ishtirokingiz davom etishi bilan, ana undan keyin shunaqa do'stlaringiz borligi bilan rostdan sizdan ko'p hayajonlanib, siz ishonmaysiz, Jo'rabek aka bu yoqdan Ilhom akani urushi berib buriltirdilar o'zi ham menimcha, majburlab. Hozir bu yerda yaxshi qo'shiq ijro etdi, lekin biz xohlagan qo'shiq shu yerda bir 4 qator aytsin. Qani? Yeni akşam oldu, güneş batıyor, hasret başlıyor. Nereden bileceksin ne hallerdeyim. Katta rahmat aka. Bravo, bravo. Shou davomida ko'p bora eshitamiz qani. Tabriklayman. Lekin men bevafoda ishondim unga. On мне смог предательствоni ko'rsatib bera oldi-da. Предательство nima bo'ladi o'zbek tilida? Sotqinlik. Yo, izmena. Xiyonat. Ha, Xiyonat ko'rsatib bera oldi. Xiyonat. Bevafosan deb. Qaytma. Но это очень известная вещь в интернете, знаете, да? Нет. Men Нет, не birinchi marta знаете? eshitdim hayotimda. Вы не знаете? Voy, tоварищ rejissyor, bular bilmas ekan bu narsani. 70% repertuar premyera bor. Эта песня таким мемом стала. Да? Нельзя произносить в эфире.